Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babur. Bugun obunachimiz akkauntiga 3,5 UC solamiz, open case qilamiz. Shoot case'da open case'ni boshlaymiz. Undan avval Bulldropga 200 mingcha pul berdi. Keyin 3-4 ming UC bo'lsa, riski chiqarib olamiz, akkauntiga open case qura olamiz. Menga bu narsa yetadi, menga shuncha UC dedi. Bo'ldi dedimda, harakat qilaman dedimda, mana o'sha boshlaymiz hozir. Kommentariyaga 60 UC qo'yilgan har doimgidaqa. Sizlar chiqib qolishingiz mumkin. ID kommentariyaga IDlarni qoldiringlar. 60 UC shunday chiqib qolishi mumkin. Mana bu bitta bolaga tushdi. Kapirat qilib, o'shani tashlab berdim. 60 UC tez o'tkazyapman. Mana bu o'zim eski sahifam. Hop, hozir bu bolaga 3000 UC qilib berish kerak. Top 5 tamiz, xudo xolasa. Bu karamelka nimasida reytingda. O birinchi o'lib bizda 7 mingta o'zimkini ozgina buldiropman bor edi. Bu bola 200 ming to'ldirdi. Shu o'g'illarni ikki qo'shib, chichi taddesha quraveramiz, farqi yo'q. 3 mingta bor. Kam bir 10 ming, 15 mingcha bo'lsa, risk yechib olamiz UC'sini. Buldiropda UC'da anaqasi yechib olamiz akkauntiga. Xo'p. Hozir 7 salpal. 4700 ta berdi, 5000 ta bo'ldi. Hozir shunaqadan ettiroq bo'lganda tezroq buldiropdan chiqqan bo'lardi. Hozir kattaroq risk ko'raveramiz, bizga boshqa farqi yo'q. Faqat katta risk qilsa beraverar ekanda bu. Mashina necha pul ekan? 6000 ta, yaxshi foyda gap keldi bu. 6000 ta, yana bitta ochamiz, farqi yo'q. Super yarimta satamiz. Nechtali bu? 9000 ta kami. 10 ming ta bo'ldi, riski chiqarib olamiz, bo'ldi. Buldiropda boshqa ishimiz qolmadi. Omad kelsa shunaqada, omad kelmasa umuman chiqmaydi bu. Omad kelgan paytda anaqa qo'yib turaman, YouTube'ga qo'yib turaman. Ko'pchilik aytayapti, YouTube'da bo'lyapti, Telegramda bo'lmayapti deyapsizlar. Omadga bog'liq bu. Omad bo'lsa, riski chiqarib berilaveradi. Gap so'z yo'q, lekin bermay qolishi ham mumkin-da. Har doim ham bermaydi-da bu. Bergan payt shunaqa open case'lar qilib beraveraman bemalol. Shunaqa obunachimiz ham 200 ming so'mcha pul tashadi. Shu yaqinda ko'pchilik tashlayapti, ko'pchilik chiqara olmay ham qolyapman. Shunaqa oz-ozgina odamga chiqaryapman, UC'sini tashlab beryapman. Bunaqa kontent qiladiganlarniki bo'lsa, tezlik kontent qilib olyapman-da. O'zi hozir akkauntini berdi menga. Ishonib profilini berdi, UC solib shu open case qilib beradi. Maksimalni shu chiqarishga harakat qilamiz. Mabodo chiqmay qolsa, yana keyingisiga anaqa qilib beraveramiz. Yana keyingilariga zaifga ham tashlab qo'ydim men. O'sha 2-3 soatdan keyin yana boshqatdan anaqa zaifga keldi. Buni mana hozir kirib, UC'lar chiqarib olamiz open case qilib. U joyini sal o'tkazib yubordim. Video qisqa bo'lsin deb turib, tez o'tkazib yuboryapman. Mana 3120 keldi. Undan avval akkauntini ID'sini yozib olamiz. Nitro Boss degan bola ekan. Akkaunt ham yaxshi donat qilingan ekan. ID'sini solib olamiz. Bittasi bu saytiga ID'larini yozib qo'yamiz. Xo'p, mana ID'si. Endi halijadan UC kapirat qilib Qriniki Nitro Boss o'tdi shu. Endi mana 660 UC dan boshlaymiz terish. Hozir aytdi, o'zim akkauntimda 2200 UC bor. 660 UC dan ikkita tashlab turib, open case qilganimizdan keyin 1800 UC dedi. 2000 UC'ni yana qaytarib joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyin sezonga erib olaman dedi. Mana 2900 UC, yana bitta 660 UC solib qo'ysak, u bola aytganini qilgan bo'lamiz. Xo'p, bu ham tushdi mana. Chiqamiz va endi open case boshlaymiz. 3556 63 UC bor ekan. Mana o'z akkauntini obzorini qilgan bo'lsa, mana emulator bor, kilchat. Akkaunt yaxshi ekan, mouse ham 5-level ekan. Hop. Endi safarga Forza normalniy open case qilgan bo'lar ekan. Akkaunt ko'rsatadi shunaqa. Birinchi bo'lib bonusdan material olamiz. Material ham oldik. Hop, ana endi shootni open case qilamiz sekin.
Men ertadan qilamiz dedim. Materiallarni ancha-munchasini olibdi. Mana o'zi ham 45 ta otib qo'yibdi. O'zi ham yaxshi san'at qiladigan bola ekan. Qani ketdi. Birinchi o'ntalik bizga. Yo'q, birinchi o'ntalikda hozircha hech nima tushmadi. Iloji boricha tushunishga harakat qilamiz. O'zi ham otib ancha tushmabdi. Taktika qilamiz hozir. Ketdi. Yo'q, bunda ham tushmadi lekin. Garantga ikkitalik garantga chaqiramiz. Balki ham bosib ko'rdim. Tushmayapti bu akkaunt. Nimaga? O'zi ham normalni talent qilarkan, shuning uchun qiynayapti-da bizni. Endi taktikani boshqachasini qilamiz. Shutni maksiga qilib turib, Max emas ekan. Bir yo'l 10 talik qilib olib qo'yamiz. Kelmisdan-lekin 100% qilamiz. Umuman ko'p guruch tushyapti yashillar. O'zim akkauntimga 2 ta 10 talikda tushirib qo'ydim lekin. Qanday taktika qilamiz, hijat 5-10 marta shuni qayta bosib olishimiz kerak. Shunaqalar ishlaydi lekin ba'zida. Ketdi mana. Shuncha yemading, endi tantasini hamma ronasi ber. UMP tushadi, UMP tushadi. Nishon bo'ladi. Har holda yo'ligan bitimlik bor. Endi iloji yo'q. Garantdan otamiz. Ketdi yana bitti. 3 ga garantga chopib olamiz 100%. Hop, endi nima garantga chekadi? Hech nima bermadi ko'rganman. Buni hadiyabdan shut ber. Yo, bu akkaunt chota qandaydir omadsizroq bo'libdi, chunki o'zi ham ancha zanat qilar ekan, shunga bitta shunaqa kalla oldik. Har holda bu kalla bor, keyin ikkita material bor. O'ziniki bilan qo'shsa 5 ta bo'lar ekan. Buni akkauntini ko'rganimizda shunaqa X kostyumlar ham bor ekan. Buni ko'tarsa ham bo'laveradi bemalol. O'zi ham yaxshi qomatli akkaunt edi ekan boshida, lekin hozir bilmadim nimaga shutni bermadi. Shut yangiligida menga berganda Fonda chiroyli qilib open case qilib beraverardim. Sizlarga ham shunaqa open case bo'lsa, kerak bo'lsa Telegramga yozsanglar. Mana 1800 so'mdan ham tashab qo'yamiz. O'zi aytdi 2000 qolsin aka. Keyingi yerga olaman deb. Mana tashab qo'ydim. O'sha bu bola bilan rashotmiz. O'zi ham aytib qo'yaman. Shu kirib ko'raveradi. Mana kiyimini astirib qo'yamiz. Shu yerda ham fondi yetti, mana o'zinglar ham 8000 mi? Yo'q, 5000 tashagan ekan o'zi. Mana shu 1000 kallasini, 1000 degan kiyim bor, bilsanglar. Cho'ktirish o'zi ko'p narsasini ham tushirgan ekan akkauntni. Hop, endi bu boshga Ramizga chiqamiz. Hammaga xayr. Obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada 60 qo'yilgan. Hammaga rahmat. Akkauntdan chiqib ketdik.